Assalomu alaykum qadrdon do'stlar. 37 daraja havo harorati avgust 2026-yil. Quyosh ufqqa bosh qo'ymoqda. Ko'rib turganingizdek, biz esa Buxorodagi ko'zga ko'ringan Sarbon Premiumdamiz. Bugun ushbu dargohimizda yana bir kelin-kuyovimizni go'zal baxtli onlari Visol oqshomi. Visol oqshomidan ajoyib lavhalarni va xizmat jarayonimizni e'tiboringizga havola etamiz. Like bosing, obuna bo'ling va bizni kuzatishga davom eting. To'ylar muborak bo'lsin. Boshladik. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar. 8-oyning 8-oqshomi taqvimda 8-avgust sanasida mana shunday go'zal sharaf yurt Buxoroda o'zini ko'rinishi, dizayni, yorug'ligi, xizmati bilan ajralib turadigan Sarbon Premiumda tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimizni xush ko'rdik. Har holda yor sadolari, Buxorocha moda sadolari ostida shohona bo'lgan ajoyib yo'lakcha bo'ylab tashrif buyurib, qalbimizga ham bir olam quvonchlarni taqdim aylab, bugun Sharif yurt Buxoro o'zbegimning yana bir baxtli oilasini tashkil etayotgan kelin-kuyovimiz Mirjonbek o'g'longa ikki dunyo baxt va saodati kelgusida otalik, onalik maqomiga erishsin. 2 yosh qo'sha qari baxtli, saodatli bo'lsin deganlar davramizda bo'lsa, bitta qarsaklarni ayamaymiz kelin-kuyovimizdan azizlar. Mana jonli monitorlar orqali bugun davramiz davomida har bir qizg'in onlar e'tiboringiz markaziga taqdim etiladi. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz bugun davramizda nafaqat Sharif yurt Buxoro, balki respublikamizning turli go'shalari, turli manzillardan mehmonlarimizni qadam ranjida qilib tashrif buyurganliklari albatta quvonchli holat. Mana shunday quvonchli holatda hamohang bo'lib, sizni bizni go'zal dasturxon, Murod dasturxoni atrofida to'plab, jamlab, endi bir so'z bilan aytganda, nazarimda shu 10 yildan beri ko'rishmagan insonlar bor. Shu go'zal to'y munosabati bilan diydor ko'rishi, go'zal lahzalarni eng yaqinlar davrasida nishonlayotgan barcha aziz mehmonlarimizni bugungi go'zal kunlar, go'zal to'ylar qutlug' bo'lsin. Xonadon ahli, sulola vakillarini kabina mamnuniyat ila davramiz markaziga taklif etar ekan. Demak, hammangizga tanish bo'lgan Rahimovlar hamda Xudoyorovlar, xonadon ahli, sulola vakillarini, kelin-kuyovimizni sevimli dadajonlari, sevimli onajonlari hamda boboy buvijonlarni koshonamiz markaziga taklif aylash ilinjidamiz. Dilfuza opa, Husniy opa yaqinroq kelasizlar. Mahmudjon aka hamda Navro'z aka uchun bugungi davraning, bugungi ajoyib onlarning har bir soniyaning qadri bo'lakcha, boisi yillar davomida orziqib kutilganligi bilan quvonchli hisoblanadi. Mana shunday quvonchli damlarda demak, xudojonlarimizni koshonamiz markaziga yaqinroq kelishlarini so'rab qolamiz. Qoldimizlar. Ikki bobojon bir-birlaridan boshaylik deyishyapti. Hurmat uchun, mana shunaqa e'zoz uchun ikkala xudojonlarimizga dastavval bir qarsaklarni ayamaysizlar. Boringizga shukr. Bobojonlar muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Kelin-kuyovimiz to'ylar qutlug' bo'lsin. Sizlar uchun oltinga teng bo'lgan ajoyib so'zlar oldinda yangraydi. Marhamat. Tashakkur. To'ylar qutlug' bo'lsin. Mirjon muborak bo'lsin. Bir daqiqa ketmaysizlar. Xudojonlar ketmaysizlar, bir daqiqa ketmaysizlar. Fotograflarimiz Light Studio bugun oltin kadrlarga baxtli jarayonlarimizni muhrlashmoqda. Xudo xohlasa bugungi to'y jarayonini yillar davomida shu insonlarning xizmati evaziga eslashamiz. Mirjon to'ylar qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Bu taxtni dadajonlar yaratib berishlari mumkin, lekin baxtga erishmoqlik shaxsan o'zingizda, qo'lingizda. Ishoning, sizni yelkangizda mana shu ikki sulolani, bir-biriga munosib bo'lgan sulolani mehr oqibatini mustahkamlashdek eng asosiy vazifa turibdi. Katta zanjirning mustahkam halqasi sizlar bo'lasiz. Qanchalik sevib, qanchalik go'zal baxtli turmush qursangiz,
kelgusida nafaqat dunyodagi eng baxtli degan insonlar ham havas ko'zinglar boqadigan ajoyib turmush quring-ku, ikki qudajonlarimiz sizlarni baxtingizdan sarmast bo'lib, ular ham baxtli ekanliklarini his qilishsin. To'ylar qutlug' bo'lsin. Endi farzandlaringizni ham sizlarga aytar so'zlari bor. Yaratgan umr ber ota, ona, bobo, buvijonlarimizga. Yaratgan umr ber otam, onamga, sabr ber gohida tushganda g'amga, shundoq ham biz uchun qancha dard yutgan. Nopoklik yuqmasin deya bolamga. Ertaga bahorning avji so'nsa ham, daryolarning erka mavji so'nsa ham, ostonasi oltin qasr kerak emas. Bobojonlarimiz, dadajonlarimiz sog' bo'lsin onajonlarimiz. Muborak bo'lsin, to'ylar qutlug' bo'lsin. Bir tomonlaringizga o'g'il muborak bo'lsin, bir tomonlaringizga qiz muborak bo'lsin. Hammaga to'ylar qutlug' bo'lsin. Mirjon, haqiqatan ham o'g'loy bilan juda ham baxtli insonsiz. Boisi ota-onangizni chaqirganimizda sizlarni o'zini farzandidek ko'radigan 10 dan ortiq insonlar go'zal duodalar. Eng kamida mana shu boboy buvijonlar singari uvali-chuvali bo'lmoqlik baxti ilohim sizlarga nasib etsin. O'tirishga ruxsatlar oldik. Qudajonlarimizga to'ylar qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. To'ylar qutlug' bo'lsin. Ikki sandiq yorma-yor bo'y beradi yor-yor, ikki qudajonlarimiz teng turib to'y beradi yor-yor. Boz shunday ekan, ikkala qudajonlarimiz teng turib dasturxon yozib, bugun diydorlashuvli baxtli lahzalarni sizni bizga tortiq etishgan ekan, shu qudajonlarimizni qudachiliklari ming yilchilik bo'lsin deb bitta quchoqlashtirib ko'rishtiramiz-u, boyagiday nasiyaga emas, qarzga emas, bir yurakdan qarsaklarni ayamaysizlar qudajonlarimiz uchun. To'ylar muborak bo'lsin, to'ylar qutlug' bo'lsin. Dadajonlarimiz, bobojonlarimizga bir quchoqlashib ko'rishasizlar. Muborak shabatyo, muborak bo'lsin. Rahmat. Hurmatli aziz mehmonlar, oqshom davomida xizmatingizga shaylangan bugungi davramiz, to'y tantanamiz, shodiyonamizning eng asosiy sababchilari kelin-kuyovimiz Mirjonbek o'g'loyni baxt visol oqshomlarida xizmatingizga shaylangan Sarbon premium dargohi chiroq xusalardan tortib dizayn xodimlarigacha sahna tomon razm solib turgan bo'lsangiz, alohida shakllar, gullar yog'dusi, chiroqlar, xullas barchasi premium ko'rinishda kelin-kuyovimizni bugungi oqshomlarga hozirlik ko'rib taqdim etilgan. Va albatta shirinpazlarimiz, oshpazlarimiz hammalariga tashakkur. Qolaversa, oqshom davomida yuqorida aytib o'tdik, Like studiyasi operatorlarimiz bir emas, naq 3-4 kameralarda oqshomimizni tarix zarvaraqlariga muhrlashmoqda. Va albatta, go'zal sadolarda bugun oqshom davomida xizmatingizda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha mehmonlarimiz uchun xorazmcha qo'shiqlar deymizmi? Toshkent, Farg'ona yo'nalishidagi qo'shiqlar, Buxorcha, Sho'x, Mavrigiy qo'shiqlar, Eron zabonida, Turkiy zabonida, Forsiy zabondagi qo'shiqlar bilan e'tiboringiz markazida. Ijtimoiy tarmoqlar orqali allaqachon go'zal qo'shiqlar bilan ko'pchilikning e'tiboriga tushib borayotgan serqirra xonanda, ijodkor Jamshid To'xtayev xizmatingizda. To'ylar qutlug' bo'lsin. Marhamat. Do'stlar, xo'sh, xullas hozir to'yni yakuniga yetkazdik. Xonanda Jamshid To'xtayev boshchiligidagi sozanda xonandalarning hammalariga katta rahmat. Xizmatda bo'lgan insonlarning hammalariga tashakkur. Juda ham ajoyib zo'r to'y bo'ldi. To'yni boshlanish qismidan sizga e'tiboringizga lavhalar taqdim etdik. Keyingi videolarimizda o'rtasidan va boshqa qiziqarli jarayonlardan albatta videolar taqdim etamiz. Obuna bo'lishni unutmang. Shu o'rinda Jamshid To'xtayev
Hammaga salom deymiz. O'zbegimiz xonadonda doim yaxshi kunlar bo'lsin. Boshlovchi Sheraljon Jamshid To'xtayev nasib bo'lsa, hammalaringizni xizmatlaringizda yaxshi kunlarda. Sog' bo'linglar, jigarlarim, salomat bo'linglar. Eslatib o'tamiz, Buxorodagi Sarbon Premium to'yxonasida ajoyib to'yni e'tiboringizga havola etdik. Sog' bo'ling.